Nazira opa, chiroyli bo'lish uchun kollagen tavsiya qiling deysiz-ku, mana shu kollagenni Turkiyada hech kimga reklama qildirmaydi. Aptekalarda o'zi bilib oladi qizlar. Buni birinchi kelgan vaqtim 2019-yil erim olib yurdi. O'shanda ichib ko'rganman, o'z yuzlarim qanaqadir tiniq bo'lib qoldi. O'zbekistonda bitta ajin bilan kelganman men. O'sha ham yo'q bo'lib ketdi qizlar. Bitta ajin, ko'p yig'lash, ko'p asabiylashishdan ajin tushadi. Birinchi o'rinda shu yerlaringizga telefon o'chib qolmasin. Bittasini ochib o'zim ichaman. Qarang, buni ichida nimalar bor. Rosa og'ir. Har bir anaqasi bir oyga yetadi. 40 millidan ichishingiz. Kollagenni ichish 10,000 dozali qizlar, rosa kuchli. 10,000 dozali. Keyin sertifikati bor, original, halol. Qarang, ichida kollagen bor, 10,000 dozali, vitamin C bor, yuzga bu chiroyli bo'lish uchun. Buni boshqachasi bor, suyaklarga bo'lgani bor, lekin bu chiroyli bo'lish uchun qizlar, teriga, yuzga. Zink bor, biotin bor, yeshil choy bor, geletion bor, vitaminlar bor, shuncha vitaminlar bor. Originali. Ba'zi kollagenlar bizga o'xshagan blogerlarga iltimos reklama qilib beringlar deb jo'natadi. Lekin bu kollagenni egasi shunchalik o'ziga ishonadiki, shunchalik professorlar bu kollagenni ichishingizni aytadi, turk professorlari. Shu uchun borib o'zimga olib keldim. Hech qanaqa reklama emas, olgisi kelgan odam olsin, majburiy emas. To'g'ri, qimmat narsa bu. Odam chiroyli bo'lish uchun oladi. Voy, bu 30 kunga yetadi, qarang. Shuni hozir ichaman. Har kuni bitta ichiladi. Men o'zimga bu, qolgani ikkitasi O'zbekistonga yuboraman. Kim olsa shu olsa. O'tgan hafta 3 kishiga yuborganman lekin. Qizlar, originali bu. Bismillahirrohmanirrohim. Qizlar, 30 kunga yetadi bu. Mango mevani ta'mi keladi. Zo'r, lekin turk xotinlar faqat shundan ichadi. Bismillahirrohmanirrohim. Mangoniki endi yanada chiroyli bo'lib ketaman. O'z O'zbekistonga borsam hamma havas qiladi. Opa-singillarim, qarindoshlarim nima surtding deb hech narsa surtmaganman. Kallaga ichuvdim 2019-yil. Bitta ichaman, hammadan chiroyli bo'lib ketaman. Srogi ham zo'r, qarang. 2027, ya'ni 1 yillik sveji chiqibdi bu. Shifo bo'lsin qizlar. Tugadi qizlar, ichib bo'ldim. 10,000 dozalik kollagen ko'rganmisiz? Ishtirik kodlari bor. Srogi yaxshi, yangi chiqqan. Har kun ichaman. Xudo xohlasa. Kimga kerak bo'lsa, olishingiz mumkin.